Shu kunlarda butun mamlakatimizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham g'alla o'rim yig'im mavsumiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Shovot tumanida ham joriy yilda 4000 gektarga yaqin maydonda kuzgi bug'doy hosili yetishtirilmoqda. Seminarda qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini oshirish, buning uchun esa yangi zamonaviy qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalangan holda g'alla o'rim yig'im mavsumini qisqa fursatlarda yakunlash lozimligi ta'kidlandi. Texnika dehqonning qanoti, qishloq xo'jaligida mo'l hosil yetishtirish bevosita zamonaviy texnika va mexanizmlardan unumli foydalanish bilan bog'liq. Shu bois davlatimiz rahbari tashabbusi bilan g'allachilik bilan shug'ullanuvchi fermer xo'jaliklariga yangi turdagi texnika va mexanizmlarni yetkazib berish chora-tadbirlari belgilandi. Ular orasida zamonaviy haydov va chopiq traktorlari, g'alla va ozuqa o'rish kombaynlari, zichlab toylagich, tirkamalar, lazerli yer tekislagichlar, omochlar va 100 dan ortiq har xil turdagi qishloq xo'jaligi texnikalari borligi fermer va dehqon xo'jaligi vakillariga ko'proq mahsulot yetishtirish imkonini beradi. Shovot tumanimizda 2025-yil hosil o'sish uchun 3700 gektar yerga bug'doy ekinlari ekilgan. Ularni yig'ib terib olish uchun mavsumiga tayyorgarlik ishlarini boshlab yubordik. Tumanimizda jami 17 dona yuqori o'rimli kombaynlar qatnashadi. Bularni hammasini bir joyga yig'lab, ta'mirlab, sozlab, ishchi guruh tomonidan qabul qilib oldik. Shu mavsumni betalofat o'tkazish uchun har biriga sertifikatlar berildi. Kombaynlarning ehtiyot qismi zaxiralarini ham yaratib qo'yildi. Seminarda suv xo'jaligi mutaxassislari tomonidan ham sug'orish ishlarini samarali tashkil etish, g'alladan bo'shagan maydonlarga takroriy ekinlar ekish borasida tavsiyalar berildi.